Assalomu alaykum guruhimiz a'zolari. 21 avgust sanasida limonka noklarimiz do'stlar mana shu holatga keldi. Pishishiga 10-15 kun, sentyabr oyiga o'tadi do'stlar. Mana kalibrovkasiga ishlab qo'yadi. Uzunchoqligi ham uzunchoq. Tonnani ham zo'r beradi. Ko'rishlar mumkin. Bugun 4-yozini ko'ryapti. Payvanddagi olmurutda payvand qilingan. Hosildorligi o'ta ham yuqori narx hisoblanadi. Bog' qilishlarni tavsiya qilamiz. Egma usulda tarbiyalangan bog'larimiz do'stlar, mana uzoqroq ko'rsatamiz. Mana do'stlar, o'ta ham go'zal tarzda tarbiyalangan va hosildorligi ham shunga yarasha bo'lgan. Mana do'stlar. Bog'imiz 5 ga 3 sxemada ekilgan. 3 sxemada ham bir-biriga mana tegib ketgani yo'q do'stlar. Mana 5 ga 2 sxemada eksa ham bo'laveradigan. Mana oralardan dehqonchilik uchun foydalanamiz. Bu navni hosil nimasi bo'ladi. Yaxshi tomoni shundayki, yon tomonlarga o'sib ketib, mana bu tomonlarga salqinlashtirib qo'ymaydi do'stlar. O'sishi tik o'sadi mana. O'sishi tik o'sadi bir tekizda, yon tomonlariga dehqonning o'zi, bog'bonning o'zi egib ikki tomonga mana shunday holatga keltiradi. Mana natijada mana shunday hosil beradi inshaalloh. Albatta sababini biz qilamiz, natijasi Allohdan. Buni ko'chatlardan ko'paytirib qo'yganmiz. Bog'imizga kelib ko'rib, ko'chatlariga zakaz qilib ketishinglar mumkin do'stlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bizni kuzatishda davom etinglar do'stlar. Pastga nomor qoldiramiz. Aloqaga chiqaverasizlar. Endi videoda qanchalik ko'rinyapti bilmadim, lekin yonidan ko'rsanglar o'ta ham go'zal bo'lib turibdi do'stlar mana. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.